tushkunlikka tushib, internetlardan shu joylarda o'qtarib keldim. Xudoga shukr, mana bir kurs lecheniyani olib, ancha yaxshi bo'ldim. Men Andijondan keldim. Lecheniya olish uchun dekabr oyidan beri bachadon adenomiozi bilan qiylanib yuruvdim. Xudoga shukr, mana 2 marta lecheniya oldim. Hozir mana 3-lecheniyasiga keldim. Alloh rozi bo'lsin. Mana doktorlarimizdan ancha shifo topdim. Rahmat shularga ham. Assalomu alaykum. Men Farg'ona shahridan keldim. Tuxumdon saratoni bilan og'riganman. O'tgan yili sentyabr oyida operatsiya bo'lganman. Kimyalarni oldim. Uncha ta'sir qilmadi. Kimyalardan rosa qiynaldim. Ko'ngil aynishlar juda kuchli bo'ldi. Shu ko'riklarga bordim. Ko'riklarda kimya ta'sir qilmadi deyishdi. Tushkunlikka tushib, internetlardan shu joylarda o'qtarib keldim. Xudoga shukr, mana bir kurs lecheniyani olib, ancha yaxshi bo'ldim. Xudoga shukr, mana 2-kurs lecheniyaga keldim. Og'riqlar yo'q, ko'ngil aynishlar yo'q. Yordam berishyapti, Xudoga shukr. Kimyalardan, nurlardan charchagan kasallarni tavsiya qilaman. Albatta, kimyasiz, nursiz davolayotgan. Ko'ngil aynishlar yo'q, mana Xudoga shukr. Ancha yaxshi holatim hozir. Doktorga rahmat, xushmuomala. Iloyim sog' bo'lsin. Doktorga rahmat. Kimyalardan charchagan bemorlarga shu yerlarni tavsiya qilaman. Rahmat doktorimizga. Ilohim har bir kasallarga Allohim o'zi shifo bersin. Qatoringizlarga ham sizlarning ishlaringizda muvaffaqiyat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, umrlaringiz uzoq bo'lsin.